Barchani tabriklayman. Loyiha siz bilan aloqada Guru Markets. Kompaniya haqida umumiy ma'lumotdan boshlaylik. Agar kerak bo'lsa, videoni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Biz sizni kompaniyaning har bir parametrini diqqat bilan ko'rib chiqishni taklif qilamiz. Endi biz tashkilotning asosiy ko'rsatkichlarini solishtiramiz. Int Ticker Res. Sharh 2025 yil 31 mart holatidagi joriy ma'lumotlardan foydalangan holda yaratilgan. Tasnifiga ko'ra Guru Markets tashkiloti Int pastki toifaga kiradi. Outsource Energo tahlilda 64 ta kompaniya ishtirok etadi. Bu juda vakillik. Biz ushbu video natijalariga ko'ra buyurtmalar bo'yicha qarorlarni ko'ramiz. O'rganilayotgan kompaniya uchun natija quyidagicha: 10 balldan 7, 5 ball. Kichik kategoriya uchun o'rtacha 1, 7 ball. Agar siz juda keng ko'rib chiqsangiz, jami butun bozor ichida. AQSh fond bozor uchun jami o'rtacha natija 1, 9 punkt ekanligini ko'rishingiz mumkin. Uchun 7-5 ballga qarshi Int. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini solishtirish Int va kichik toifadagi aksiyalar. So'nggi 12 oydagi aksiyalarni ko'rmoqdamiz. Int -27.9% ga o'zgarishni ko'rsatdi. Kichik toifadagi narx dinamikasiga qarshi -1.6%. Bu albatta hech narsani anglatmaydi, lekin bu haqiqatni yodda tutish kerak. Korporatsiyaning bozor kapitallashuvi Int 1.8 milliard dollarni tashkil etadi. Pastki toifadagi bozor kapitallashuvi 230 milliard dollarga teng. Int ulushi 513% ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagi kompaniyalardan biridir. Kompaniyaning balans kapitallashuvi 1.7 milliard. Va kichik toifaning kapitallashuvi 115 milliard dollarni tashkil etadi. Int ulushi 936% ni tashkil etadi. Bozor va balans qiymatidagi ulushlarni taqqoslab, biz quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Baham ko'ring. Int bozor qiymatini baholashda kichik toifadagi 513% ni tashkil qiladi. Balans qiymati 936% ni tashkil etadi. Bu bozor qiymati ulushidan 82% ga ko'pdir. Kompaniyaning bozor ulushini va kichik toifadagi balans kapitallashuvini baholash yaxshi 1 ball. Kompaniyaning qarzlari 3.2 milliard. Balans qiymatiga nisbatan moliyaviy majburiyatlar kompaniya kapitalining 3% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning qarz darajasi bo'yicha reyting juda yaxshi 2 ball. Kompaniyaning bozor qiymatining foydasiga balansi 13.1. 16.5 kichik toifa uchun o'rtacha ko'rsatkich bilan, bu kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkichdan 21% ga past. Kichik toifadagi tashkilotlar bilan taqqoslaganda kompaniyaning bozor narxini uning foydasiga baholash yaxshi 1 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda 90 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun forward daromadlari 97 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Bu hozirgidan 7-8% ga ko'pdir. Taxminiy kelajakdagi foydani kichik toifadagi bilan solishtirganda baholash yaxshi 5 ball. Kompaniya qiymatining daromadga nisbati 8 ni tashkil qiladi. Bir kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich, bu kichik toifadagidan 20% ga past. Pastki turkumdagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda ayirboshlash narxining daromad ko'rsatkichiga bahosi yaxshi 5 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 410 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oylik istiqbolli daromad taxminiy ravishda 520 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Va bu hozirgidan 8% ga ko'pdir.
Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda kutilayotgan kelajakdagi sotish hajmini baholash. Yaxshi, 5 ball. Marja 6,3% tashkil etadi. Kichik toifa uchun o'rtacha 5-9% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 4% tashkil qiladi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda sotish rentabelligini baholash. Yaxshi, 5 ball. Kompaniyaning kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha ulushi 548% tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuv ulushidan 7% ga ko'pdir. Va bu kompaniyaning bozor bahosidagi nomutanosiblikni aks ettiradi. Int to'g'ridan to'g'ri kam baho berishga. Kompaniya xodimiga to'g'ri keladigan kapital miqdori $454,000 tashkil etadi. Pastki kategoriya uchun esa $485,000 tashkil qiladi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 4% tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan kapital miqdorini baholash. Yaxshi, 5 ball. Bir xodimga to'g'ri keladigan foyda miqdori $64,000 tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha $29,000 tashkil etadi. Va kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 18% tashkil qiladi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda kompaniyaning har bir xodimiga to'g'ri keladigan foydani baholash. Yaxshi, 5 ball. Kompaniya xodimiga to'g'ri keladigan daromad $545,000 tashkil etadi. Kichik kategoriya bo'yicha $493,000. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 11% tashkil qiladi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda kompaniya xodimiga to'g'ri keladigan savdo hajmini baholash. Yaxshi, 5 ball. Savdo operatsiyalari hajmi 19,8% tashkil etdi. Kichik kategoriya bo'yicha o'rtacha 4,9% tashkil etdi. Bu qisqa siqish xavfi ko'rsatkichidir. Texnik ko'rsatkich esa 14 kompaniya uchun 45% darajasini ko'rsatadi. Int. Pastki kategoriyada esa RS darajasi 14-49% tashkil qiladi. O'rtacha kichik toifadagi qimmatli qog'ozlar aksiyalar bilan taxminan bir xil kotirovka qilinadi. Int. Kompaniya aksiyalarining hozirgi narxi taxminan $5.47 tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalarining konsensus bahosi taxminan $6.51 tashkil qiladi. Haqiqiy narx va konsensus prognozi o'rtasidagi farq taxminan 19% tashkil qiladi. Keling, buyurtmalar jadvalini ko'rib chiqaylik. U siz uchun mavjud. Havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali ma'lumot va ma'lumotnomalarni baholash tizimi tomonidan ushbu mavsumda ilgari qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish bepul va ochiq, bog'langan izohda havola. Qimmatli qog'ozlarni baholash natijasida Int. Axborot va ma'lumot tizimi Guru Markets quyidagi qaror qabul qilindi. Har bir aksiya uchun 5.46 narxda osish uchun savdoni oching. Bitim ochildi, chunki kompaniya ancha yuqori reytingga ega. Tashkilotni baholash usuli hokim indeksiga asoslanadi. Foyda olish 6.9 da belgilangan. Stop loss 4.83 darajasida o'rnatiladi. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa. Keyin buyurtma 2025 yil 30 apreldagi savdo natijalariga ko'ra mustaqil ravishda yopiladi. Yoki ushbu sanadan oldingi oxirgi ish kunida. Ticker SIMJ balanslashtiruvchi sotish buyurtmasiga aylanadi. Balans savdosi haqidagi video kanalda bo'ladi yoki allaqachon e'lon qilingan. Buyurtmalarning birortasi yopilgan taqdirda asosiy yoki balanslash. Boshqa buyurtma avtomatik ravishda yopiladi.
Ushbu videoni tomosha qilganingiz va axborot tizimidan foydalanganingiz uchun barchangizga rahmat. Guru Markets. Siz sayyoradagi eng zo'r tomoshabinsiz.